17-may haftaning shanba kuni zakazga tayyorlagan qushlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Qafasimiz uzunligi 1,5, eniga 1 metr, balandligi 210 sm. Tagida tortmalari bor, mana axlatlar uchun qo'yilib olinadi va mana bu yerdan suvdoniga qarash uchun oldiga qo'rtishgacha o'rnatganmiz. Ixchamgina qilib. Setkalari 5 ga 1,5 qalin ko'z setkalar. Har doimgidek balonlar mana yengil harakatlanadi qafasimiz. Orqa tomonlariga bitta baho berasizlar. Orqa tomoni mana eshiklarini katta qilib qo'yganmiz. Ichiga odam kirsa ham bemalol ko'taradi qafasimiz. Mana bu yerda mana mishet qilmaydi, daraxtlari bemalol ko'taradi. Ichlari keng holatda. Qolaversa bu qafasimizni orqa tomonlariga mana zakazga parda ilib qo'yish uchun ofto'da qolsa joy tashlab ketganmiz. Mana yonlariga simlardan tortib va chirpissa bir qavat, tagidan palga qog'oz, undan ketin esa USB mosladik. Mana zakazga tayyorladik qafasimizni. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Narxini esa $200 tayyorlab berdik. Kimga shunday mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, barcha turdagi parrandalar uchun sifatli darajadagi temir qafaslarimizni tayyorlab yetkazib beramiz. Manzilimiz Namangan viloyati Uychi tuman Jidakepa shaharchasida joylashgan. Rahmat, salomat bo'linglar.